Yaxshi usta bor. Oddiy usta. Ko'rsangiz qop-qora. Obto'da ishtori qorayib ketgan. Qo'lini ushlasangiz, qo'li qavarib ketgan, yorilib ketgan. Lekin mana shu yerda o'tirgan ancha-munchamizdan boy. Puli ko'p. Nimaga? U zo'r usta. G'ishta tekkizveradi, betonni zo'r qo'yadi, tomni zo'r yopadi. Yaxshi hunaringiz bo'lsin-da. Yaxshi hunaringiz bo'lsin, odamlar orqangizdan qo'y. Men hozir shu kunlarda telefon qilib, uyimda jicha ish bor, menga vaqt ajratilmayapti. Bu iltimos. Zaman qora aka va'dalarim bor. Qarang, ochirit. Sabr qilib o'sha ham 4-5 yil bitta ustani qo'lida sabr qilib qattiq non yeb yurib shogird bo'ldi o'sha. Men bilaman o'sha. Bir qaysidir yillari bir 5000 berib tursiz, cho'ntagdan 5000 chiqmagan o'sha mahalla. Shogird bo'lib sabr qildi, o'rgandi hunarni. Tepildi, urildi. Oxiri o'sha loyam tepilaversa, urilaversa oxiri chini bo'ladi degandaqa. Oxiri o'sha bola chini bo'lib mana hozir hech kimga vaqti yo'q.